Xudoga shukr, mana shu taassurotlarni mana hoji bovom aytganlarida juda mazza qildik. Mana haligi juda haligi mana ovqat masalasini gapirganimiz ham juda hammasi 3 mahal ovqat, juda hammasi shirindan shirin ovqatlar, meva-chevalar, ko'katlar degandek haligi suvlar, napitkalar hammasi yetarli bo'ldi. Ortig'i bilan bo'ldi, kam bo'lmadi. Yaxshi, xonalar ham juda toza, pokiza, chiroyli. Gastinisaga gap yo'q ekan. Gastinsa toza, yaxshi, shunchalik bo'ladi. Xudoga shukr. Yaxshi. Alloh rozi bo'lsin. Xudo qabul qilsin. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar hamda bizni kuzatib borayotganlar. Xudo xolasa mana bugun biz 14 kun Umra ziyoratiga ketayotgan yo'lovchilarimizni kuzatgani Xudo xolasa Namangan aeroportiga ketyapmiz. Bugungi reysimiz Namangan jiddiy yo'nalish bo'yicha bo'ladi. Xudo xolasa hozir aeroportga salomon yetib borib umrachilarimizni kuzatayotgan jarayonlarimizni ham videoga olib, Xudo xolasa sizlarga ulashamiz degan umiddamiz. Bizni kuzatib borishda davom etinglar. Hamda obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa biz mana hozir sekin yo'lga chiqib ketsak, Xudo xolasa bugun 8 da uchadi, Xudo xolasa 5 da registratsiya ochiladi. Shuni harakatida biz bizni kuzatishda davom etinglar. Albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Har qanday yangiliklar kuzatib borasizlar.